bir qalam bilan bir qog'ozga bir harf yozganligimizni tasavvur qilayli. Bu ishda va qog'oz ustidagi O harfida tuvandagi ishlar ko'rinadi. Birinchi, qog'oz ustidagi O harfining bor bo'lishi uning yo'q bo'lishidan afzal bilingan. Shunga boya texi yo'q bo'lgan O harfi mana endi bor bo'ldi. Ma'lum bir narsaning yo'qlikdan borliqqa kelishi, ya'ni bor bo'lishining yo'q bo'lishidan a'lo bilinishi uchun shu harfni yozuvchining yoki fa'ilning iroda sohibi bo'lishi kerak. Iroda sohibi bo'lsinki, u ishning borliqini yo'qligidan a'lo deb tanlay olsin. Irodasi va ixtiyori bo'lmagan bir fa'ilning qog'oz yuzidagi O harfining yozuvchisi bo'lishi yoki shundoq deb da'vo qilishi mumkin bo'lmaydi. U holda bu O harfining maydonga kelishi uchun iroda sohibi bo'lgan bir yozuvchining bo'lishi kerak. Ikkinchi, qog'oz yuzidagi O harfi odatdagi arzimas bir harf emas, balki ma'nosi bo'lgan bir san'atlik sizmadir. Undaq bo'lganda bu harfning san'atkori yoki yozuvchisining ilm egisi bo'lishi, ya'ni olim bo'lishi kerak bo'ladi. Ilm egisi bo'lmagan, o'qish yezishdan xabari yo'q birisining ma'no ifodalaydigan bu O harfini yezishi ham mumkin emas. U holda bu O harfining yo'qdan bor bo'lishi ilm egisi bir yozuvchini taqozo qiladi. Uchinchi, shundoqla yana bu yozuvchining qudrat egisi bo'lishi lozim. Irodasi ilmi bor bo'lib, qudrat quvvati bo'lmasa, masalan, palach yoki qo'li ishlamaydigan biri bo'lsa, yanada bu O harfini yozolmaydi. Shunga bu O harfi o'zining mavjudligi bilan yozuvchisining qudrat egisi bir qodir ekanligiga ishorat qilmoqda. To'rtinchi, yana bu yozuvchining hayot bo'lishi kerak. Chunki hayoti bo'lmaganning ilmi, irodasi va qudrati bo'lmaydi. Hayoti bo'lmagan bir toshning yeniga qog'oz qalam qo'yib 1 million yil saqlasangizmi, bir tal O harfini ko'rolmaysiz. Demak, bu O harfi mavjudiyati orqali o'zini yozuvchining hayotlik egisi birsi ekanligiga ishorat qilmoqda. Bu misollarni va O harfining yozuvchisiga bo'lgan dalolatlarni texmi cho'ngaytib tasavvur qila olasiz. Endi biz O harfiga bir yozuvchi izlaymiz. Agar biz O harfini borliqqa keltirguchini inkor qilib, bu harfni qalam yozdi desak, yozuvchida bo'lishga tegishlik iroda, ilm, qudrat va hayot sohibi bo'lish degandek sifatlarni qalamga bergan bo'lamiz va bu qalamni iroda egisi, ilm egisi, qudrat sohibi, hayoti bor deb qabul qilishga majbur bo'lamiz. Chunki o'ttirida bo'lishi kerak bo'lgan bir qism ism va sifatlar bor. Har qanday ism bir egisiz, har qanday sifat bir sifatligüchsiz bo'lmaydi. Shuning uchun kimni shu harfning yozuvchisi deb qarasak, asli yozuvchida bo'lishga tegishlik iroda, ilm, qudrat va hayot deganga o'xshash sifatlarning shu zotda bor ekanligini qabul qilishimiz kerak. Dal mushuningga o'xshash koinotmu bir harf va bir kitobdir. Alloh taolo bu harf yoki kitobning yozuvchisi deb qabul qilinmasa, yuqorqi barliq sifatlarni atomlarga, tasaddibiliklarga, sabablarga va tabiat qatorliqlarga berib, ularni iloh maqomiga chiqarish kerak bo'lib qoladi. Bir ilohni aqliga sig'dirolmaganligi uchun qabul qilmaganlar atom va zarrachilarni, shundoqla shuningga o'xshagan ilohlarni qabul qilishga majbur bo'ladi.